Qurbon hayit namozi o'qiladi. Buni soatlari inshaalloh internetlarda hamma yoqda e'lon qilinadi, xudo xolasa. Endi men nima demoqchiman? Xuddi o'sha Ramazon oyida e'lon qilganimdek yana bitta e'lon qilmoqchiman. Qurbonlik so'yuvchilar, qurbonlik ehsoningizga iltimos meni aytmang. Iltimos. Aytmang, meni ham hijolat qilmang, o'zingiz ham hijolat qilmang. Bu degani iloji bo'lsa qilmang. Tarqatib oling, berib oling. Bering, berib oling, bo'lib o'sha kuni o'zi to'g'ri qurbonlikni 3-kunda asrigacha so'yib olish kerak o'zi aslida. Lekin Rasululloh alayhissalom eng afzali qurbon hayitini namozini o'qigandan keyin pataga bormaganlar, qurbonlik so'ygani ketganlar. Yaltiratib olib, do'ppini kiyib olib, bitta mashinaga 9 kishi chiqib olib yurasiz, aylanib. Pishirib qo'yibdimi sizga aylanib? Boring uyingizga. Bering uydagi onalarimizga, kelinlarimizga, qizlarimizga pachka-pachkalar xayrli bering, bo'lib. Pachka degani ming so'mlagan pachka endi. Bering haydinglar. Mahallangizda yoshlarga bering haydinglar. Mana bozorga chiqib, yaxshi chupa-chupusni 780 so'm, 800 so'mdan beradi zo'rini. Oling bitta karobka. Uyingizga olib kelib, tarqating bolalarga. Pufay olib kelib qo'ying. Ha, o'sha Arafa kuni bolalarga bering, hamma yo'q pufay il. Bayram ertaga deb. Katta qilib 4 qilding, hech bo'lmasa 2 ga 1.5 qilib. Qiling, olib keling, katta hayingiz bilan muborak bo'lsin deb yozdiring. Qiling, zo'r qilib banket uyushtirib bering. U banketda lekin ana narsalar bo'lmasin omadi. Faqat o'sha shariatimiz yo'g'ida ko'rib qolamizda hayit qilgan ekanlar. Bechora ekan devor ushab turgan bo'ladi. Devor tugasa aka ham tugaydi. Bu bo'lmaydi, bu yaxshi emas bu. Mayli, endi shunaqa qilganda, shuning uchun namozdan keyin darrov nechta joyga pataga boramiz demasa, uyingizga borib, zo'r qilib dasturxonlar tuzatib, Arafadan 1-2 kun oldin xarajatlarni zo'r qilib olib kelib, bolalar sessin, indinga nima bo'lyapti? Yo 20-kuni nima bo'lyapti? Mana 31-dekabr ochig'ini aytganda qonimizgacha singib ketgan, to'g'riga. 31-dekabrda yoshligimizda 2 oy uxlamay kutardik. 2 oy uxlamasa ham bo'lar ekanda odam. Yosh bola bo'lganmiz endi. Xudoga shukr, endi lecheniya qilaverdik, qondan ham endi sal chiqib ketdi. Endi uning o'rniga mustaqillik bayramida tiqdik. Alhamdulillah, mustaqillik bayramida ham to'g'risi banket uyushtiramiz, tortlar qildirib, 1-sentyabr mustaqillik bayramingiz muborak bo'lsin deb tortlar qildiraman men. Nimaga? Bizning bayramimiz bu, bilib olinglar shuni. Qilmaydiganlar qilinglar shuni. Bayram bu haqiqiy bizni Alloh taolo zulmdan, qiynaqdan, mustamlakalikdan, qullikdan qutqargan kunimiz biz uchun bayram bo'lmay nima bayram bo'ladi? Tug'ilgan kuningiz bayram bo'ladimi? O'sha ikkita hayitga mana mustaqillikni qo'shinglar. Mustaqillikni bittasi 31-dekabrda 150 mingtasidan kuchli turadi. Tushundilarmi? Qilinglar mana shu narsalarni. Inshaalloh. Xo'p. Qurbonlikni go'sht haqida ketyapti. Bir qismini o'ziga olib, bir qismini tarqatib, bir qismini yedirishlik yaxshi narsa. Mayli yedirsin. O'sha qarang, men yedirish nimaga yedirmayin deyotgan narsamga bitta urg'u berib qo'yib, bo'lmasa buni ham noto'g'ri tushunadiganlar bor. Bir odamga qurbonlik haqida gapirsam, qora aka, bo'lmasa men qurbonlikka siz gapingiz bo'yicha qodir ekanman, sal ilashibman qurbonlikka. Ya'ni o'sha 20 million bilan 25 millionning orasida puli bor ekanda. Qurbonlik qilardim-u, bitta narsa muammoda dedi. Nima muammo desam, qarang, o'sha xalqimiz ichida shunday fikr paydo bo'lib qolibdi. Qurbonlikdan keyin ehsoniga pulim yo'q deydi. Lekin qurbonlik so'yalaman deydi. Ehsoniga pulim yo'q. Bu degani bu xalq o'ylar ekanki, qurbonlik so'ygandan keyin odamlarni chaqirib marosim qilib berish kerak deb o'ylar ekan. Yo'q, umuman bu kerak emas bu. Shuni deb qurbonlikdan qochayotgan bo'lsangiz, qilmang, so'ying. Oila katta bo'lsa, go'shi shunda qolaversin uyda. Ya'ni bitta aka qodir yo ikkita aka-uka qodir, opa singil bor, aka-uka bor, qo'y so'ydi deylik, masalan 45 kilo go'sht qildi deylik. O'sha 45 kilo go'shtni 3-4 ta akasi, 2-3 ta opa singlisiga bo'lib berib olsa ham bu qurbonlik bo'ladi. Shart emas uni boshqa qilish. Agar imkon bo'lsa, aka-ukalar ham to'q bo'lsa, o'zi so'ysin.
Keyin yana bitta narsa esimga tushib ketib qoldi. Kassa bitta degan gap bor bilasizlar. Aka-ukalar deydi, mana shunday savollar berishadi. Xo'p, 4 ta aka-ukamiz ishlaymiz deydi, lekin kassa bitta deydi. Shunaqangi kassa bitta degani o'sha tushadigan pul, keladigan joy bitta, hammasining hisob-kitobi bitta. U pul o'sha 4 aka-ukaniki hisoblanadi. Shuning uchun bir dona qo'y so'yishlik bilan hammasi soqit bo'ladi. Lekin bitta xonadonda 3 ta aka-uka yashaydi. Uchovining biznesi va puli alohida. Gohida otani puli alohidalar ham bor. Bo'lishi mumkin, shariatda otani puli va bolani puli degan narsa bor-da. Ana endi o'sha xonadonda ota alohida so'yadi. Agar onalarini tillolarini miqdori 85 gram yoki undan o'shani summasiga to'g'ri keladigan tillosi bor ayollar ham shu yerda o'tirganlar bilib olinglar. 4 ta uzuk, bitta tirosi, bitta bilarzugi bor odam, ayol o'sha nimaga qurbonlikka qodir hisoblanadi. Chunki bitta uzuk ham o'zi bir sal chiroyliroq 200-300 dollar. Endi sipochga biz men tros deyapman. Tros 400-500 ming ag'i ketaveradi o, palon bugun bu. Shuni ayollarimizdan so'rab qo'yaylik, 20 milliondan qimmat tillosi bor ayollar, ular ham alohida o'zi qurbonlik so'yadi. Endi hali aka-ukalar, mana otani puli alohida edi, 80-90-70 million puli bor, u qurbonlik so'yadi. Uydagi ayollar, bunday qarasa onaxonga 4 ta o'g'il tillo bergan, bittasi 2 ta tillo o'zi bergan, ballog'a bergan, o'qigan, ona oling deb hisoblasa, o'sha 30-40 millionlik tillo taqinchog'i bor onaxon ham alohida qurbonlik so'yadi. Endi kelinlar, qarasa kelinlar ham alohida qurbonlik so'yadi. Endi uydagi akalar, ukalar pullari yetarli, ular alohida qurbonlik so'yadi. Agar kassa bitta bo'lmasa, endi nima qilish kerak buni yechimi desa, mayli agar nur ustiga nur bo'lar edi, u nima desa, hammasi alohida bittadan qo'y so'ysa, mayli chiroyli, yaxshi amal bo'ladi. Lekin bitta mol olsa, masalan, onani tillolari bor, 4 ta aka-uka, bunday qo'shadigan bo'lsa, shular o'zi 6 ta bo'ladi. Shu 7 tadan ko'p bo'lib ketmaslik kerak. Shular hammalari pul tashar, masalan, onaxonda tillolari bor, lekin pullari yo'q bo'lishi mumkin. Pul topolmasa nima qiladi desa, tillosini sotib qo'y va mol olib so'yadi. Endi o'g'illar yo'q, bo'ldi ona, siz nomingizda mana biz qo'shyapmiz. Siz qurbonlik bo'laveradi desa bo'laveradi. Yoki er boy, xotinning ham tillosi ko'p. Biz aytmoqchi, haligi 20 milliondan qimmat tillosi bor. O'sha odam masalan, lekin xotinning puli yo'q, tillosi bor. Nima qiladi desa, agar eri pul bermasa, tillosini sotib qurbonlik so'yadi. Yo'qsa eri yo'q bo'ldi, mayli, sizga ham alohida bitta qo'y olib qo'ydim. Men 2 ta qo'y so'yamiz, menga bitta alohida, yo sizga bitta alohida, yo'qsa ikkovimizga bitta mol olib qo'ydik, ikkovimiz nomimizdan desa bo'laveradi bu. Hozir tushuntiryapman. Tushunmagan o'xshayapsizlar-da. Xo'p. Keyin hayit kuni qanaqa kun dedim? Bayram, to'g'rimi? Bayramlarda oldingi onaxonlar mayram deb beshardi. Mayram deb. Xudo rozi bo'lgan bo'lsin. Maza qilib bu shevalarga. Xo'p, bayrammi, nima bo'lsa ham bayramimizda. Nima demoqchiman? Demoqchi bo'lgan gapim, bayramlarimizni bayramona shuhda o'tkazish ishlarimizdan bittasi uylarda eshikni taylarini qanaqadir sal sharoiti borlar, oqay, bo'lsa nimadirlar qilish, ko'chalarni tozalash. Bizni mana siz Xitoyda go'yoda 2 oylab yo'l bekturadi. Nimaga desa 2 oy bayram ekan deydi. Shuna bayrami ko'p to'larda. Nima demoqchiman? Musulmon bo'lmay turib bayramini shunaqangi ko'tarinki ruhda o'tkazadiki, pulini ham ayamaydi, vaqtini ham ayamaydi. Butun shahar yop-yoriq qilishadi. Bayram deb turibdi. Endi biz musulmonmiz, alhamdulillah. Bo'lib ham bu bayramda Alloh bizga bayram qilib bergan eng ulug' bayramlarimizdan birida bu. Endi shuni siz bilan men ko'chani yoritib chiroq qilib olmasak-da, endi hech bo'lmaganda uyimizni tashqi tomonlari, eshiklarimiz tayi, ko'chalar, hovlilar, oldin hashar degan narsa bo'lar edi. Hozir nimagadir shu narsa
qanaqadir sekin-sekin ozayib ketyapti. Bu hashar bilasizmi? Xalqimizni bir-biriga bo'lgan inoqligini belgisi edi. Bizi xalqimizni kimligini ko'rishni xohlasa, borib Farg'ona kanaliga bitta qarab qo'ysin. Texnikasi bilan ham ko'ylanmaydi shu Farg'ona kanali. 4 yilda ko'ylasa kerak. Farg'ona kanali necha kunda bitgan? 35, 40, 45, 3 ta so'z chiqdi. Bo'pti, o'ttasini olaylik, 40 dan. Ha? Ko'ryapsizmi? Bu kanal kerak o'zi internetdan ham ko'rinadigan darajada, sezilarli darajada katta kanal. Shuni xalqimiz mana qo'lida ko'ylab qo'ygan. Jismoniy tomondan ham, birdamlik tomondan ham xalqimizni kimligini bilishni xolasa, Farg'ona kanaliga liboy bitta qarab qo'ysin. Xitoy devori ham damini oladi. Xitoy devori damini oladi. Vaholanki Xitoy devorini dunyo gapirib yotadi. 2 oyga bormasa, mana shu kanalni bitirib suvini oqizib qo'ygan bizni xalq bo'ladi. Endi bugun nima bo'lyapti? Mahalla oqsoqoli, mahalla raisi hasharga aytsa, ikkovlaridan boshqa hech kim yo'qda. Nima ahvol bu? Nima ahvol, nima qiliq bu? Ha, ishingiz bo'lsa, rais buva, mana 10 kilo oshga pul, uzr men keladigan shu hasharchilarga osh qilib bering. Yo 4 ta madikor mana 100 mingdan 400 ming so'm 4 ta madikorni puli olib kelib, mana uni ishlatib qo'ying. Qiling shu narsani. Mana hayotda bor azizlar, bu islomimizning ta'limotiki, mana ilgari kuni adashmasam bitta yig'ilishda mahallani bitta katta oqsoqol aytibdi. Bizni qabristonga kirsangiz deydi, axlatxona ham undan o'rnon deydi. Qaysi ma'noda axlat bo'lib ketmagan? Qarovsiz bo'lib, o't, o'lan nima bo'lib yotsa yotibdi. Musulmonlarning qabristoni shu. Agar Xudo saqlasin bitta g'ayriy bunday kirib, bunday qarab, bu musulxona nima desa, ular shunday deydi. Bu tashlandi xona nima bu desa, bu nima bu bundaqa ish turgan joylar desa, bu musulmonlarning o'liklarni ko'madigan qabriston desa, fu deydi. Shumi musulmonlar deydi. Men aytgan o qilib chiroyli qilib anaqa ketadi, uy quring demoqchi emasman. Bir chiroyli qarab, tekislab, qurib qolgan o'ti bo'lsa yulib, ha? Shu ishda aytayapman men. Demoqchi bo'lgan gapim, mana o'sha 20-kuni hayit bo'ladigan bo'lsa, 19mi, 18mi, 17-chislodami, hali 4 kun vaqtimiz bor-ku. Shu mahalladaglar, ha, shu narsani uyushtirib, qanaqangidir ko'tarinki ruhda bir 200 kilo ohayni olib kelib, eshigingizda bochkaga erittirib qo'yib, paqirlarni olib kelib, 20 ta paqir, 20 ta cho'tka bilan bolalarni olib kelib, iptitor mahallaning hamma daraxtni oqla. Bittasi 30 sm, bittasi 70 sm ohaylansa u bo'lmaydi. Iptitorni zo'r qilib ohaylatib, xullas hali aytganimdek uyni ichiga emas, bolachalarga shart 4 karobga, 400 ta tufaylarga il bor mahallaga hamma yo'qqa. Bizi bayramimiz bo'lyapti deb bolalarni ham qanaqadir o'sha kuni qanaqadir bolachalarni to'plab qanaqadir ularni ham xursand qiladigan nima deydi, eshikchayda osh berasizmi, nimadir qilib, hali karantin qoidalariga amal qilgan holatda lekin sheti ham bor amali. Shu ishlarga e'tibor berib qo'yinglar azizlar. Qabriston, ko'cha, ariqlarning tozaligi o'ta ayanchli holat bo'lib ketyapti. O'ta darajada. Ba'zi bir joylarda ariqdan kelayotgan hidga odam chidalmaydigan darajada. Odam yashaydimi shu yerda deyapsiz? Nahotki qaramasa. Eshigini tagida truba to'silib qolib, suv toshiyotadi, qaramaydi. Qandoq vijdonsiz odam u odam? Ha, Rasululloh alayhisalom buni o'zlari aytib qo'ydilar-ku, ozor beradigan ish qilma odamlarga ko'chada va ozor beradigan narsalarni olib tashlab yur deganlar. Ozor beradigan narsalar, ma'naviy ozorlar nima? Hid beradigan, xunuk fasad qilib turadigan narsalar, insonning dilini ranjitadigan narsalar. Endi haqiqatda zarar beradigan narsalar yo'lda yotgan odamga xalaqit qiladigan toshmi, shishami, shurubmi, miqmi, chuqurmi, yo nimadirlar. Keyin mahallani beruxsat kavlab turib o'tkazadigan, beruxsat kavlab suv olib kiradigan, o'shaqangi nima deydi, bu zo'ravon yo beparosat ikkovidan bittasi. U shahar bedor bo'lsa, bas kim nima holiza qilib ketaveradigan. Uni boradi, ruxsat so'raysiz, keyin kavlaysiz, ini kavlagandan keyin teshigingizni ham olib qo'yasiz. U yotavermaydi yil 12 oy. Mana shu ham islom bo'ladi shu narsa. Xo'p, qurbonlik masalasida qatga keldik, go'shtni bo'lib bo'ldik.
inshaalloh faqat tarqatadigan bo'lyapmiz a. Inshaalloh shunaqa qilinglar. Keyin iloji boricha hayit namozidan keyin bor vaqt so'yinglar ki o'sha abidgacha, peshingacha qurbonlikka qodir bo'lmagan odamlarning uyiga go'sht kirib borsin. Tezroq. So'yamanda, ikkinchi, uchinchi to'g'ri qurbonligingiz qurbonlik bo'laveradi, lekin tezroq. Hozir kim ko'p? Qassob ko'p hozir. Keyin qassoblar ham da sizlar haqingizda shikoyat ko'payib ketyapti, qassoblar. U shikoyatlardan bittasi mol qo'y so'yadigan joylarning o'ta darajada iflosligi, o'ta madaniyatsiz bir umuman chataqligi. Raz shu sohada pul topyapsanmi? Chiroyli qilib qo'y. Chiroyli qilib qo'y. Bo'lsa qilma bo'lmasa ishni. O'sha sandaqalarga ishonib biz olib o'sha go'shtni yeymiz biz. Sal bir vijdon bo'lishi kerak odamda. Raz bir sohada pul topyapsizmi? O'sha sohangizni chiroyli va go'zal va halol odam kirganda bir priyatni yoqimli bo'lishi uchun o'sha topgan pulingizdan sarflangmi deydi. Ozuqat do'koningizni zo'r qilib sarflangmi? Qassob do'koni oppoq kafellarni qilib, o'sha mol qo'y so'yadigan joyinida qanaqadir bunday kirganda hid kelmaydigan qilib, so'ygandan keyin qanaqadir bir yarim tonna, 1 tonna suvni bunday sepib, yuvib, o'sha ketsin chuqurgami, kanalizatsiyaga bunday kirgan odam siz go'shingizni olib yegisi kelsin. Mashinada olib chiqgan go'shini ko'rib, men aytaman, hech qanday shu qosonxonada go'sht olib qo'ymay deyman-da. Go'yda ko'rib qolaman-da. Kecha qo'y bozoriga qo'y olib borgan o'sha mashinada. Bugun go'sht olib chiqyapti. Vijdonsiz kasbing shumi? Kasbim shu. Kasbing shugandan keyin ol, bitta damasni orqasini qilib ol, chiroyli o'sha pishivoy, qanaqangi ruh tunikami nimadir bo'ladi o'zi. O'sha nima ruxsat beradigan, gigiyena tomonidan ruxsat beradi. O'shani arxivga qildir. Shu kasbda endi yo qanaqadir bir orqasi yo'q, labo deydimi? Labo olgan yo nimadir qilgin endi. Ras shunaqa bo'lgandan keyinda. Bu gapim yoqmasa, kelsangiz men sizga tushuntirib beraman shu gapimni nimaligini sizga. Atta turib olib, bir narsalar demasdan. Endi to'g'ri, halol, pok, pokiza, zo'r ishlaydigan qassobda Alloh rozi bo'lsin. To'lib yotibdi bunaqalar. Lekin kecha ilgari kuni shu qurbonlikka so'yish qassoblar haqida gap ketib qolganda shu haqida shikoyat tushdi-da. Keyin qassoblar o'sha so'yilgan qurbonlikdan ulush olmang xizmatingizga. Bu bo'lmaydi bu. Qassobning haqqini qurbonlikka so'yilgan narsadan uzib bo'lmaydi. Terisini, kallasini olavering sizga, shu xizmatingizga deb bo'lmaydi. Yo go'shidan 3 kilo oling, mana sizga xizmatingizga deb bo'lmaydi. Xizmatiga pul bering, endi o'zingiz himmat qilsangiz, beravering, endi nimasini bersangiz. Lekin qassobni sizni qurbonligingizni so'ygan haqqiga pul bilan nima qiling? Rozi qiling. Undan chiqqan masalan kalla pocha olavering sizga deb bo'lmaydi. Tushuntiryapman hozir. Xo'p, keyin Arafa kunini bomdotidan boshlab 23 mahal aytiladi. Takbiri tashrih, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar, va lillahil hamd. 5 mahal namozni salomidan keyin aytiladi bu narsa. 23 mahal degani Arafani bomdoti, hayit kuni, hayitni ertasi va indini 4 ta bo'ldimi? 4 kere 5 20 mi? Endi uni o'sha eng oxirgi hayit kunini ertasiga asrgacha aytiladi. Xullas eng osoni 23 sonni eslab qolinglar. Arafa kunini bomdotidan boshlaysizlar. Bu degani inshaalloh 19-iyul kuni Arafa kuni bo'ladi. Shuni bomdotidan keyin aytishlik vojib. Jamoatda imom aytish esidan chiqib qolsa, jamoat buni eslatadi, buni bilasizlar. 23 mahal aytiladi mashinasi. Shu ham eslaringizdan chiqmasin. Bu vojib narsa bu. Yana nima esdan chiqyapti? Hayvonlarda sifati sog'lom bo'lish kerak. A'zosini 3dan 1dan ko'pi yo'q bo'lmasligi kerak. 3dan 1dan ozi ketgan bo'lsa, masalan, qulog'ini ichiga yirtig'i, teshigi, belgi uchun qiladi-yu, cho'ponlar. Qanaqadir narsa tiqib qo'yadi yo yitib qo'yadi, Xullas qulog'ini yarimidan ko'pi yo'q bo'lsa, keyin qurbonlikka yaramaydi. Shoqini yarimidan ko'pi yo'q bo'lsa, keyin qurbonlikka yaramaydi. Tug'ma shoxsiz hayvonlar qurbonlikka yaraveradi, bo'laveradi. Hali yurolmaydigan darajada kasalmandlarni ham u qurbonlikka yaramaydi.
sog'lom, a'zolari butun bo'lgan. Bu degani yana qaytib aytaman, jicha yirtiq teshiklar qulog'idagi yoki jicha shoxini uchganlari u ta'sir qilmaydi, bo'laveradi u. Yana nima masala? Xo'p, esdan chiqmasin. Yana nima masala? Xo'p, podarkalar haqida aytdik. Podarka hamki iloji boricha chiyazlar. Shu kunlarda faqat qurbonlikni so'yib go'shini o'zini emas, masalan, alhamdulillah azaldan hayitlik degan narsa bo'lardi-yu, endi yoshlar hayitlik so'ramang. Mana shu bolalarni hayitlik so'rashga ham o'rgatmanglar. So'rashlik insonni betini bezbet qilib qo'yadi. Bez qilib qo'yadi. O'rganmasin, hayitlik bering deb. O'zingiz bering, mayli olsin. Endi shu hayitlikni iloji boricha mana o'sha bu xursandchilik kun bo'lganligi uchun mahallalarimizda o'rtoqlar, sinfdoshlar, tanishlar, o'zi umuman mutlaqda shu atrofimizda yashab turgan haliga aytdik-ku, qo'l yupqa deymiz, kam ta'minlar, xo'la kambag'al odamlarga qanaqadir nimadirlar kirg'izaylik, masalan xarajat kirg'izib yuborasizmi? Yo nimadir xullas. Shunda inshaalloh maqsadga muvofiq chiroyli bo'ladi, Xudo xolasa. Qurbonlikni kechasi kunduzi so'ysa bo'laveradi. Qurbonlikni faqat kunduzi so'ysa afzal deyilganning sababi kunduzgi ish va kunduzida, lekin chiroqlar yoniq bo'ladigan bo'lsa, bemalol 24 soat qurbonlikni so'yarasizlar, qassoblar. Ish qilib olinglar shu kunlarda. Malades endi qassobda, yuragi baquvvatdan qassoblar. Biz siz bilan men to'g'on so'yalmaymiz-ku. Xo'p, keyin albatta o'sha internet orqali qanaqadir o'zida yo'q bo'lgan kasallik yoki qanaqadir o'zida yo'q bo'lgan qiyinchiliklarni video shaklda, rasm shaklda, yozma shaklda qo'yib turib, odamlardan pul so'rash maqsadida bitta kartani ochib olib qo'yayotganlar bor-da. Shuning uchun o'shanaqangi xayriya, ehson, sadoqatlarimizni ishonchlik odamlar bo'lsa keyin qilaylik. Yoki ishonchli odamlarni o'rtaga qo'yib turib keyin qilaylik. Inshaalloh duo qilib turasiz, biz o'zimiz ham bir hech kim mana saxovatlar yurtimizda 100 dan oshib ketdi. Hamma viloyatlarda 2 ta 3 talar bor. Inshaalloh shu bularda umuman ko'rilmagan holatdagi bir saxovatni ochish niyatimiz bor. Xudo xolos. Yurg'izamizmi? Duo uringlar dada. Qilamiz, Xudo xolos, yurg'izamiz. Bu nomini aytsam kimdir ochib olishi mumkin-da, shuncha aytmay turibman. Inshaalloh tez kunda shu rahbarlarning maslahati bilan inshaalloh hamma qonun doirasida bo'ladi. Inshaalloh doverenniy bo'ladi, hech gumonga o'rin yo'q, Xudo xolasa. Shunaqangi qilamizki, inshaalloh zo'r saxovat ochish niyatimiz bor. U saxovatni to'g'ri bitta o'zimiz yurg'izolmasmiz, inshaalloh siz azizlarga ishonib toma ko'l bo'lur deydi-yu. 10 ming so'mdan 100 tamiz tashlasak nech pul bo'ladi? 1 million bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Sizga 1 million qiyindir, menga 1 million qiyindir, lekin 100 tamizga qiyin emas-da. To'g'ri. Inshaalloh shuna qilib shu saxovatda, ya'ni uni ochganimdan keyin uni ichidagi nizomi bo'ladi. Ya'ni nizomi degani nimalar qilinadi, o'shalarni aytaman. Inshaalloh sizlarda bunga nisbatan inshaalloh reaksiya paydo bo'ladi. Qilaylik deb orasida, Xudo xolasa.